Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan kiberxavfsizlik darslari turkumidan kiberxavfsizlikning CIA uchligi haqida gaplashamiz. Albatta bizda har doim savol paydo bo'lishi mumkin. CIA uchligi nima? Kiberxavfsizlik yoki bo'lmasam ma'lumot xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha kitoblarni yoki bo'lmasam internetdagi maqolalarni o'qisangiz, albatta siz CIA uchligiga har doim to'qnash kelasiz. Keling bugun shu CIA uchligi haqida yaqindan gaplashishga harakat qilamiz va shu uchlik nimaligini o'rganishga harakat qilamiz. CIA uchligi bu ma'lumot xavfsizligining 3ta eng asosiy qismi hisoblanadi. Shu 3ta asosiy qismga tayangan holatda xavfsizlikni ta'minlab berish niyatida bo'lsangiz, siz xavfsizlikning yuqori darajasiga ko'tarilgan bo'lasiz. Agar kompaniyada shu uchlikning bittasi bo'lsa ham yaxshi ta'minlanmagan bo'lsa, unda xavfsizlik darajasi juda past bo'ladi. Buni tekshirish uchun albatta keling biz har bir bo'lim haqida yaqindan gaplashib ko'rishga harakat qilsak. Ya'ni bizda CIA uchligi o'zi 3ta qismdan iborat. Birinchisi confidentiality, ya'ni bizda maxfiylik, ikkinchisi integrity, to'liqlik, uchinchisi availability, mavjudlik, qulaylik. Albatta availability degan so'zga to'g'ridan to'g'ri tarjimani keltirish juda qiyin. Buni misolda ko'rishimiz kerak bo'ladi. Keling yaqindan biz sizlar bilan shular haqida gaplashib o'tsak. Birinchisi confidentiality. Confidentiality bu maxfiylik. Maxfiylik bu biror tashkilotning yoki biror foydalanuvchining ma'lumotlari tashqi muhitdan himoyalangan va maxfiy holatda saqlanishiga aytiladi. Agar kiberxavfsizlik mutaxassisi ma'lumotlarni to'g'ri ko'rinishda, maxfiy ko'rinishda saqlay olsa, aynan shu holatda bizda maxfiylik, ya'ni confidentiality ta'minlangan bo'ladi. Unga albatta biz birinchi o'rinda autentifikatsiya, ikki faktorlik yoki biometrik verifikatsiyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni ma'lumotlarni himoyalash birinchi o'rinda turadi. Ma'lumot qandaydir yashirin ko'rinishda turgan bo'ladi va unga ruxsat olish uchun biz autentifikatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bunga misol qilib oddiygina login parollarni terishni keltirsak bo'ladi. Login parollar yoki ko'z qorachig'ini skanerlovchi biometrik skanerlar yoki barmoq izlarini skanerlovchi biometrik skanerlarni misol qilsak bo'ladi. Mana shu skanerlardan o'tgandan keyin bizga kerakli ma'lumotlar ochiladi. Albatta keyingi o'rinda ma'lumotlarning ruxsatlari boshqarilishni boshlaydi. Ya'ni maxfiylikda biz ma'lum darajada ruxsatlarni ham boshqarishimiz mumkin. Mening ma'lumotim faqat menga ko'rinsin, boshqa foydalanuvchining ma'lumoti faqat unga ko'rinsin. Undagi ma'lumotni men ko'ra olmayman yoki faqat ko'rish huquqiga ega bo'laman. Mana shu kabi ruxsatlarni boshqarish aynan confidentiality ichida albatta bajarilishi shart bo'ladi. Social engineering, ya'ni ijtimoiy muhandislik. Bu nima degani? Bu degani kiberxavfsizlik mutaxassisi ma'lumotlarni maxfiylashtirish qoidalarini har bir foydalanuvchiga, tashkilotda ishlovchi har bir foydalanuvchiga o'rgatib chiqishi kerak bo'ladi. Ya'ni kiberxavfsizlikda ishlovchi odam faqat o'zi maxfiylikni ta'minlashi qiyin bo'ladi. Shuning uchun u har bir foydalanuvchini o'z quroli sifatida ishlatadi. Foydalanuvchilar o'z ma'lumotlarini to'g'ri saqlashi natijasida bizda maxfiylik paydo bo'ladi. Keyingi o'rinda albatta biz shifrlash qoidalarini, qonuniyatlarini keltirishimiz mumkin. Shifrlash degani bu ma'lum bir kalit so'z orqali ma'lumotlarni boshqacha ko'rinishga keltirish. Boshqa ko'rinishga keltirilgan ma'lumotlar albatta bizda har doim shifrlangan deb nomlanadi va ularni odatiy ko'rinishda o'qib bo'lmaydi. Shifrlangan ma'lumotni kimdir qo'liga kiritsa ham, u ma'lumotdan hech qanday qimmatli ma'lumot ola olmaydi. Buning sababi ma'lumotlar shifrlangan, ya'ni bema'ni ko'rinishga keltirilgan bo'ladi. Ularni yana ma'noli ko'rinishga qaytarish uchun biz kalit so'z orqali deshifrlash amalini bajarishimiz kerak bo'ladi. Deshifrlash amali albatta kiberxavfsizlikning eng asosiy qismlaridandir. Bu haqida biz alohida mavzuda gaplashamiz. Keyingi o'rinda biz integrity haqida gaplashamiz. Integrity bu to'liqlik. Ya'ni to'liqlik ma'lumotlarni ishonchli va to'liq holatda saqlanishini ta'minlash degan. Tashkilotning ma'lumotlari har doim to'liq holatda, maxfiy holatda saqlanishi shart. Ya'ni foydalanuvchi o'z ma'lumotini sizga berdimi va bu ma'lumotni siz o'zingizga saqlash vazifasini oldingizmi, har doim to'liq saqlash niyatida bo'lishingiz kerak. Bu ma'lumotlar har doim yaxlit ko'rinishda, foydalanuvchi qanday ko'rinishda bergan bo'lsa, xuddi shunday ko'rinishda saqlanishi shart.
Bunga misol qilib sertifikatga asoslangan boshqaruvlarni keltirishimiz mumkin. Ya'ni, agar foydalanuvchi qandaydir ma'lumotni saqlash niyatida bo'lsa yoki qandaydir ma'lumotni olish niyatida bo'lsa, sertifikatlar tizimi bor. Va bu sertifikatlar tizimi ma'lumotlarni to'liqligini ta'minlab beradi. Keyin albatta bu yerda ham foydalanuvchilar ruxsatlari boshqariladi. Ya'ni ma'lumot to'liqligini saqlash niyatida kiberxavfsizlik muhandisi albatta foydalanuvchilar ruxsatlarini ham yaxshi boshqara bilishi kerak. Agar foydalanuvchi ruxsatlarini to'g'ri boshqara olmasa, unda ma'lumotlar to'liqligiga putur yetishi mumkin. Keyingi o'rinda biz sizlar bilan availability haqida gaplashamiz. Albatta availability degan so'zni to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga tarjima qilish qiyin. Lekin CIA uchligida availability ko'proq qulaylik degan ma'noda keladi. Qulaylik bu tashkilot ma'lumotlarining foydalanishga qulayligi uchun qilingan hamma amallar ko'lamiga aytiladi. Bu nima degani? Bu degani, qandaydir ma'lumot tashkilotda saqlanishi kerak bo'lsa, unga bo'ladigan ruxsatlar, undan ma'lumotlarni o'qish, unga ma'lumotlarni saqlash maksimal darajada qulay qilinishi shart va kerak paytda ma'lumotlarni tezda chiqara oladigan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bu narsaga albatta operatsion tizimlarning to'liq boshqaruvi kiradi. Ya'ni operatsion tizimni to'liq sozlagan holatda biz ma'lumotlarni tez saqlash va tez chaqirib olish xususiyatiga ega bo'lamiz. Mana shu holatda biz ma'lumotlarning availability, ya'ni qulaylik darajasiga yetib boramiz. Keyingi o'rinda albatta sifatli va himoyalangan internet va ichki tarmoqlarni keltiramiz. Misol uchun, kompaniyaning ichida biror bir ichki tarmoq tizimi ko'tariladi va tarmoq tizimi ba'zan VPN orqali qilinishi mumkin. VPN haqida keyingi darslarimizda yaqindan gaplashamiz. Ichki tarmoq bizda ma'lumotlarni tezda foydalanuvchilar orasida almashinuvini va ma'lumotlarning to'liqligini ta'minlash uchun to'g'ri tuzilishi kerak bo'ladi. Albatta, keyingi o'rinda qulaylikni ta'minlash maqsadida biz har xil DOS va boshqa turdagi hujumlarga qarshi bardoshlilikni oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qurilgan tarmoq tizimi bizda har qanday hujumga bardoshli bo'lishi kerak. Agar qandaydir hujum bajarilayotgan paytda biz ma'lumotlarga egalik qila olmasak yoki bo'lmasa ma'lumotlarni o'qiy olmasak, bizda availability sifati yo'qolishi mumkin. CIA uchligi aynan shundan iboratdir. CIA uchligida agar biror bir holat amalga oshirilmasa, bizda tarmoq himoyalanganligi o'ta past darajada deb baholanadi. Va shu holatda kompaniya o'z ma'lumotlarini yo'qotishi mumkin bo'ladi. Bu yerda faqat albatta kiberxavfsizlik muhandisining ishi emas, albatta bu yerda har bir foydalanuvchi o'z ishini bajarishi kerak bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchilar ma'lumot himoyasi, uning daxlsizligiga qattiq javob berishlari kerak bo'ladi. Kiberxavfsizlik mutaxassisi har bir foydalanuvchi bilan ishlab va tarmoq bilan ishlab, u yerdagi ma'lumotlarning aynan shu CIA uchlik talablariga javob berish darajasida to'g'rilab olish kerak bo'ladi. Shunda biz ma'lumotlarni to'g'ri himoyalagan bo'lamiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan CIA uchligi haqida yaqindan tanishishga harakat qildik. Keyingi darslarimizda biz kiberhujumlar haqida gaplashamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.